Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana sizlarga navbatdagi uголogimizni video obzorini boshladik. Yangi materialimiz kelgan ekan. Toshkentdan bir klientimiz zakaz qilgan. Balotiy svet bu. Hozir upakovka qilib qo'yganmiz. O'zi asli rangini mana ko'rsanglar bo'laveradi. Mana qochganda sal birga bir aytayapti hozir. Nihoyatda chiroyli material ekan, maza qilib ishlatadigan material ekan. Xudo xolasa 4 ta tumbasi ham bor buni. 275 ga eni 90 MDFli xona ham bor. Polniy mash komplektimiz upakovkalari bilan birga komplet 5,5 million so'mga xudo xolasa qilib berdik. Toshkentga dastavkasi Toshkent Parkent degan joyga ketyapti bu. Xudo xolasa Parkent yo yangi yo'lda ikkosidan bittasi inshaalloh. Adashmayotgan bo'lsak, 430 ga 230 razmerimiz. Mana razmeri 430 ga 230, orqalari ham o'zini materialda bo'lgan. 100% sasnoy g'oshda, 100% sasnoy g'oshda, rossiyskiy pampers prujina, 6 ta bolishi bo'ladi buni, 4 ta tumbasi bo'ladi, 275 ga eni 90 stoli bo'ladi. Mash komplektimiz 5,5 million so'mdan. Andijon bo'ylab dastavkasi ichida boring ana sizga Namangan, misol Qo'qonda, Marg'ilonda bo'ladigan bo'lsa, Farg'onada bo'ladigan bo'lsa, dastavkasiga ko'nglingizdan chiqarib qo'shib berasiz, tamom, bo'ldi. Moncha demayman, xudo xolasa o'zimiz olib borib o'rnatamiz. Stoli komplet hamma yo'q ichida 5,5 million so'm. Dastavkasiga Andijondan tashqari joyga bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa, misol vodiy ichida kelishilgan holatda chiroyli qilib, arzon qilib yo'l kirasini qilib beraman. Chunki hali oldingidaqa 400 ming, 500 ming yo'l kira aytmaymiz. Lekin Toshkentga bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga обязательно 500 ming so'mga mana shu uголogimiz mana yo'l kirasi ketyapti. Telefon qilaverasizlar, WhatsApp'im, Telegram'im ishlayapti, xudo xolasa. Ismim Nodirbek, sizlar bilan doimgidek Nodirbekman. Bemalol aloqaga chiqinglar. 100 ming so'm zaklad evaziga mana shu uголог uylarga borgandan keyin ko'rib turib, keyin to'lov qilaverasizlar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sizlar bilan doimgidek Nodirbekman.